Assalomu alaykum asxobalar, kanalimiz a'zolari, Quva tuman markazidan joy so'raganlar uchun 708 sotik 6 xona uy bor. Hayyor, xudo xolasa yashashsa ham bo'ladi. Bu yerda buzib tashlash sklad, ofis ishlab chiqarishsalar ham bo'ladi. Bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiya yo'q ama. Svetda muammo yo'q, manzil emas. Ko'rsating. Ahmad Al-Farg'ona xiyobonining yonida, eski muzeyning yonidagi ushbu uyimiz. Xudo xolasa hozir ichkarilarini ham to'liq ko'ramiz. Ichkarilari mevali daraxtlari, hamma yo'llari bor. Yuring ichkarilarini olib ko'ring. Ko'rtursizlar ichkari holat bu yerda. Navislar qilib qo'yishgan ekan chiroyli qilib. Bu tomonda eski uylar bor ekan, 3 xona uy bor. Kirganimizda chap qo'lda to'g'rida, xudo xolasa, bu yerda ham bitta xona bor. To'g'rida mevali daraxtlar, ekinzor qilib qo'yishgan ekan, hammomlar qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda eski hammomlar bor. Olgan odam endi buzib o'ziga moslab olinadi. Bu yerda ham o'choq, tandirga joy qilib qo'yishgan ekan. Endi eski uylar olgan odam xudo xolasa o'ziga moslab buzib olib qilaveradi. Bu yerda to'g'rida ikkita xona, oldi navis qilib terasga qarab to'sib turib, orqa tomondagi uylar yangiroq ekan, oldin buzib tashlab turib, ishlab chiqarish qilsalar ham bo'laveradigan holatdagi uyimiz. Ushbu uyning narxini o'bshi turishicha hamma yo'g'i bilan $70,000 deyishyapti. Agar buzib olib chiqib ketsa, $60,000 beramiz deyishyapti. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib berishadi. Shunaqa joy xudo xolasa kamdan kam topiladi, yaxshi joy. Xudo xolasa bosib qo'yinglar.